Bu gulku mayli, bunisi nima edi endi? Buxoroda yagona bo'lgan avtoriskiy dizaynda chiroyli ta'mirlangan kvartiramiz sotuvga qo'yilyapti. Bir boshdan ko'rib baho berasizlar. Bo'lmasam boshladik. Bitta yotoqxonaga shunday kirib kelasiz-ku, oyoqdagi gilamni qarang qani, zo'ridan qo'ygan ekanlar. Ayiq terisi tashalgan deyman-ku, ana shunaqasidan bo'lgan. Yaqinroq keling, nima edi bu? Bu Parij spalnezida Eiffel minorasi jigarlar. Bu yoqda chiroyli suratlarda ishlovlar berilgan, oxirida o'zini shkoflari ham bor, pardalar ham qilib qo'yibdilar. Davom etamiz. Kvartiramiz maydoni 80 kvadrat bo'lib, shunagina Buxoro City oldidagi Imran Building domlarini bilasizlar, narxlari ko'tarilib ketdi, lekin haqiqatda sifatli qilib qo'yganlar. Dvaynoy liftlikda 4-qavat o'rtada joylashgan. Bu yoqda yumshoq mebellarimiz qilingan, ya'ni mehmonxonasiga kirdik kvartiramizni. Televizorlar, televizorlar bilan birga hammasi tashkil etib qo'yilgan. Suratlarni ham zo'radan ilibdilar, lekin endi boku sanuzul xonalarimizni ko'ramiz, razdelni holatda. Lit unitazlar qilib qo'yilgan. Bu yoqda esa yuvinish xonasi. Bular hech narsa emas. Uy bekalari uchun oshxonani jinnisini ko'rsatamaslar, qaranglar. 6 kishilik ovqatlanadigan zona alohida, 3 qavatli, chiroyli mana bu yoqda kuxni garniturlar, kir mashina, xolodilniklari bilan birga. Hammamizga shunaqa kvartirada nasib qilsin. Eng yaqin odamimizga shu videoni ulashib qo'ying. Kelajakda o'sha inson bilan shu kvartirada yashash sizlarga ham, bizga ham nasib qilsin jigarlar. Bunaqa uylarni yetkazib yurmaslik uchun bizga obuna bo'linglar. Narxi va to'liq ma'lumotlari qiziq bo'lsa, pastdagi nomerni ustiga bossangiz, to'liq ma'lumotlar chiqib keladi.